Sizda bosh og'riqlari, umumiy holsizlik, uyqu buzilishlari kuzatilmoqdami? Unda hozirgi tavsiyamizga amal qiling. Bosh og'rig'i, umumiy holsizlik, uyqu buzilishlariga eng katta sabab bu qon aylanish sistemamizning buzilishligi. Ya'ni qondagi miqdorimiz, ya'ni qonni o'zi qo'yg'ilashib ketishliklari katta sabab bo'ladi. Qonlarimizni suyultirishligi uchun har xil dori vositalarimiz bor. Afsuski bu dorilar ximikat bo'lib, boshqa organlarimizga ham ta'sir qilishi mumkin. Sizlarga tabiiy usulda qonni suyultirib, bosh og'riq, holsizliklarni yo'qotish maqsadida, immunitetni ko'tarish maqsadida eng samarali usullarni tavsiya etamiz. Bu hijoma. Hijomaning afzalliklari. Hijomaning afzalliklari shundan iboratki, inson organizmida ishlab turgan qonlarni hijoma usuli orqali olinganda organizm yangi qon ishlab chiqaradi. Yangi ishlab chiqarilgan qon yosh bo'ladi va u to'yingan holatda qon aylanish sistemasini juda yaxshi oziqlantirib, yaxshi kislorod yetkazib berishligiga yordam beradi. Agarda sizlarga sifatli hijoma muolajalari kerak bo'lsa, Xolis klinikamizga tashrif buyuring yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling.